Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bu manzarani ko'rib bir ko'zlaringiz quvonsin deb video qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek daraxtlar. Bu yer So'lim diyorimiz, O'zbekistonning Andijon viloyati. Xo'p, andijonliklar, biladiganlar, bu yer qayer deb o'ylaysiz? Sizlarga 15 sekund vaqt beraman. Qayer bu yer? Xo'p, pastliklarni qaranglar, go'zalligini yam-yashil bo'lib turibdi, go'zal bo'lib. Mashaalloh. Allohning mo'jizotlari. Yerni qanaqa qilib go'zal qilib qo'ygan, odamlarga bo'ysundirib qo'ygan, ha? Ko'rib tafakkur qilinadi. Xo'p, 15 sekund vaqtdan o'tdi shekilli. Xo'p, bu yer Andijon viloyati Bog'shamol. Bog'shamol tepaligi. Mana bu Bog'shamol bog'i pastroqdan ko'rinib turibdi. Xo'p. Azizlar, bu yer Bog'shamol tepaligi. Xo'p, Bog'shamol agar Kurgavoy tomondan keladigan bo'lsangiz, bog'dan o'tgandan keyin chap qo'lda tandur keladi, o'sha tandurdan kiriladi. Agarda eski Zapchas bozor tomondan keladigan bo'lsa, xo'p, Archazor oshxonasi bor. O'sha Archazor oshxonasidan o'tganda o'ng qo'lda tandir keladi, ya'ni tandir deb qo'yiladi. Ya'ni o'sha yerda tandir pishiriladi, tovuq tandir, ovqatlar bor. O'sha yerdan tepalikka qarab chiqqanda go'zal ob-havo, go'zal manzara. Azizlar, bunaqa joylarga chiqib turish kerak. Nimaga desanglar, bunaqa joylarga chiqib turishlikning sababi Allohning mo'jizotlarini ko'rib tafakkur qilasizlar-da. Hali ba'zilar Xudoga ishonmaydi, misol uchun, ba'zilar iymoni susayib qolgan bo'ladi. Qarang, mana maysalarni qarang. Bu maysalarni kim yaratolmaydi, kim o'stirolmaydi? Hech kim qo'lidan kelmaydi. Hech kim qo'lidan unaqa tabiiy maysalar, daraxtlarni qaranglar, go'zalligini. Quyoshlarni ko'rasiz. U yoqlarda mana tog'larni ko'rasiz. Yer yuzida Alloh taolo mana shu yer yuziga qoziq qilib qo'ygan deyiladi. Ya'ni shu tog'lar yer yuzini qozig'i deyiladi haligi. Biz eshitganmiz, shunaqa kitoblarda bor, bilganlar, ya'ni kommentda yozinglar. Bunda bu haqida oyatlar ham bo'lish kerak. Ya'ni biz musulmonmiz, bizning muqaddas kitobimiz Qur'onda ham yozilgan bo'lishi kerak. Endi bu haqida biz ilmimiz yo'q, lekin albatta juda ko'p bu yer yuziga bog'liq narsalar shu Qur'onda kelganda, odamzodga bog'liq narsalar. Eng qizig'i, shuncha narsani Alloh insonga bo'ysundirib qo'ygan. Qaranglar, endi azizlar, bu yerga kelib, misol uchun do'stlar bilan kelib, bir suhbatlar qilib, ko'ngilni yozib ketadigan joy uchun mana bu yerlarda so'rilar bor ekan. So'rilar 200 mingdan 500 ming, 600 minggacha ekan, har xil ko'rinishda. Mana bu ko'ralari ham bor ekan, shashliklarni pishirib, yozdi kunida salqinlab ketgani juda zo'r joy ekan azizlar. Mana bu yerda bir o'sha ertamandan kelishni boshlabdi odamlar. Mana bu joyda esa tepalik, mana tepalikda uni ko'rib turganingizdek chaqpalak, shunaqa paqircha, shunaqa narsalar, o'yinlari bor ekan. Go'zal ko'rinishda ekan azizlar. Xullas kalom, bu yerga kelib tafakkur qilib ketadigan, bizga suyukli bo'lgan, bizga ibrat bo'lgan, namuna bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari yolg'iz qolib tog'larga chiqib tafakkurlar bilan mashg'ul bo'lgan paytlari ko'p bo'lgan ekan. Azizlar, sizlar ham ertalabda masalan mana bomdoddan keyin bir 6, 5:30, 6larda chiqsanglar yozdi kunida havo juda mo'tadil. Endi yozu 12, 1larda kelsanglar ham, xullas butun kun bo'yi shu yerda qolsanglar ham mazza joy. Demoqchi bo'lganim, ertalabdagi havo juda maza bo'lar ekan. Men hozir mana soat 7 larda atrofida turibman. Hozir 7dancha o'tdi soat.
havo zo'r, odam kam, tafakkur qilib, fikrlab o'tiradigan joy. Bunaqa joylardan bizni So'lim diyorimizda, yurtimizda, O'zbekistonda, boshqa viloyatlarda ham ko'p. Endi men o'zim andijonlik bo'lganligim uchun sizlarga bir ko'rsatyapman. Andijonliklar ko'rayotgan bo'lsa, bir kommentda kelgan bo'lsanglar, fikringizni qoldiringlar. Azizlar, bu videoda Xudo xolasa YouTube kanalimizga joylab boramiz. Bunaqa inshaalloh manzarali joylarda bir manfaatli videolar imkon qadar joylashga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlarga jo'natib qo'yishingizni ham bir tavsiya qilaman. Bu go'zallikni ko'rib, kimi ko'zi quvnagan bo'lsa, kommentda mashaalloh deb yozib qoldirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.